Kollagen ichyapman 2 oydan beri, yuzimda hech qanaqa o'zgarish yo'q. 3 oy kollagen ichdingiz, lekin natijasi 0. 500 ming so'mga kollagen oldingiz. Instagramda hamma maqtayapti, lekin nega sizga ta'sir qilmayapti? Siz kollagenni noto'g'ri ichyapsiz yoki yoshingizga mos kollagenni tanlay olmagansiz. Kollagen ichib natija ko'rmaslikning 3 ta asosiy sababini keltirib beraman. Baliqli kollagenlarni vitamin C bilan ichish juda ham muhim hisoblanadi. Aksincha esa tarkibi tovuq, mol va tuxumdan iborat bo'lgan kollagenlarni magniy bilan ichish %100% so'rilishini ta'minlab beradi. Ikkinchi sababi kollagen och qoringa ichiladi. Och qoringa ichsangiz, oshqozon bo'sh, kislota esa faqat kollagenni parchalashga ishlaydi. Uchinchi eng asosiy sababi dozasi past. Yoshingizga nisbatan to'g'ri kelgan kollagenni ichayotgan bo'lishingiz mumkin. Amerika Vitamins mijozlariga kollagenlarni qaysi birini vitamin C bilan va qaysi birini magniy bilan ichishni qoidalari bilan kompleks beramiz. 6 yillik bilim va tajribalarimga asoslanib, har bir mijozlarimni natijaga olib chiqaman. Agar siz ham yoshingizga mos kollagenni ichmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Kommentariyada yoshlik so'zini yozib qoldiring va mendan 10% chegirmaga ega bo'ling.